Sifati zo'r qo'y mashinkani bor, atiga 43 dollardan qilib tashladik. Aksiyani bor, shapalog'i bo'lyapti. Bitta ishlashiga e'tibor beramiz. Sifati bor, juda ham zo'r. Оборот legirovkalari ham bor, mana ko'rib turibsizlar. 6 bosqichli оборот legirovkali o'chirib yoqadigan kulchator sifati juda ham zo'r. Vatlarga bitta e'tibor beramiz. 820 vatli qo'y mashinkamiz. Atiga 43 dollar. Kamiga garantiyalari ham bor. Sifati zo'ridan so'raganlar uchun narxini bor, skidka narxda 43 dollardan qilib beryapmiz. Xullas kalom, qo'y mashinkani jinnilardan 6 xildan ko'rsataman. 1 2 3 4 5 6 mingtalab qo'y bor akalarga qo'y mashinkalarimiz bor. Bemalol olib qochib ko'rasizlar. Xo'p, videoni boshlashdan oldin bitta like bosib kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Bitta tanishtirib o'taman. Narxlarni ham bor, shikolat qilib tashladik. Xo'p, qo'y mashinkamiz mana 50 dollar, 60 dollar sotilgan qo'y mashinkamiz atiga 43 dollardan. Ko'rib turibsizlar, qo'lga ixcham o'rnashadigan mashina qo'y mashinkamiz 43 dollar. Komplektdan nimalar chiqadigan? Birinchi o'rinda o'zim daftarchasi chiqyapti, mana bunday. Akkuratniy sumkachasi ham bor. O'zim tozalikka cho'tkasi chiqyapti, ko'rib turibsizlar. Moy bachokchasi chiqyapti. Xo'p, tig'ini almashtirgan ключ chiqyapti, 6 gramli ключ. Va sumkachasini o'zi mana ko'rib turibsizlar. Polностью nashi qo'y mashinkamiz turmushi bilan 43 dollardan qilib beryapmiz. Yomon ketyapti va bari. Jo'lli bo'lyapti deydi. Bitta like urib qo'yasizlar shetiga. Xo'p, Makitani ikki xil varianti bor, ko'rib turibsizlar. Makitani узкий varianti, Makitani eng ходовой varianti, avalniy. U bay 1200 ga o'xshab ketadigan varianti. Narxini bor, cho'tki qilib qo'ydik. Va bu qo'y mashinkamiz 60 dollar atrofida sotilgan qo'y mashinkamiz bor, bahor kelganligi uchun 50 dollardan qilib tashladik. Mana bu 70 dollar atrofida sotilgan qo'y mashinkamiz 60 dollardan. Narxlar bor, bomba bo'lib ketdi bari. Xo'p, komplektni tanishtirib o'taman. O'zini daftarchasi chiqyapti. Eng asosiysi bor, zapas ko'miri chiqyapti mana. Etidan ko'mir qidirib yurmaslar, 2 yildan ko'mir ketib qolsa, zapas ko'miri chiqyapti. Moy bachogi, shotkasi va ключ chiqyapti, tig'ini almashtirgan. Qo'y mashinkamiz bor, qo'lga o'rnashadigan, sifati zo'ridan o'chirib yoqadigan kulchatori va оборот legirovkasi 1 dan 6 gacha. Bemalol to'kka qarab legirovka qilib ko'proq 5-6 da ishlataverasizlar. Xo'p, tishlarga e'tibor beramiz. B1 tishlardan qo'yilgan, sifati zo'ridan uncha-munchaga qo'ydi tanasini ham qirqib tashlamaydigan. Chotki ishlangan, xudo xolasa, ko'rib turibsizlar. Xo'p, 60 dollar, 50 dollarga 60 dollar ko'rib turibsizlar. Makitani katta varianti, endi motori baquvvat varianti. O'chirib yoqadigan kulchatori va оборот legirovkalari ko'rib turibsizlar. Mana bu joyi nima deganda, mana bu joyidan tishni legirovka qilinadi. Qatirsa tishni qisadi, bo'shatsa orasini ochib kengaytiradi. Normal holatga qo'yib olib, bemalol ishlataverasizlar. Bunisining narxi kelsa, bunisining narxini 60 dollar qilib beryapmiz. 100 ta 200 ta qo'y bor akalar, bemalol olib ishlatsa bo'laveradi, mana ko'rib turibsizlar. Baquvvat zo'rdan so'raganlar jo'natib qo'yamiz. 60 dollarga garantiyali zo'r mashinkamiz. Mana bunisi bo'lsa 50 ta 100 ta qo'y bor akalarga tavsiya qilaveramiz. Narxini 50 dollar qilib beramiz. Endi mana bu yerda bor. Ikki xil rossiyskiy brend bor. O'ta joni qattiq variantlardan so'raganlarga. Xo'p, xohlaganlarga ko'k Satural, xohlaganlarga mana qizil Sokoldan beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, qizil Sokol varianti. Narxlarni bor, cho'tki qilib qo'ydik. 65 dollar, 70 dollar atrofida sotilgan. Narxini 60 dollardan tanlab olishgan mana. Satural sarig'i ham 60 dollar, Sokol qizili ham 60 dollar. Komplektini bitta tanishtirib o'taman. Ключ chiqyapti. Xo'p, o'zini daftarchasi chiqyapti, zapaska ko'miri chiqyapti, mana cho'tkasi chiqyapti va moy bachogi chiqyapti. Qo'y mashinka bor. Qo'lga o'ta o'rnashadigan chotki qo'y mashinkalardan оборот legirovkasi, o'chirib yoqadigan kulchatori. Qo'y mashinkani tishiga ham bor, o'zidan Satural originaldan qo'yilgan ekan, ko'rib turibsizlar, pechatlarigacha bor. Mashina qo'y mashinkadan. Qo'y mashinkani ishlatayotganda, mana bu teshiklarni bekitib olmash kerak mana bunday qilib. Bitta buni emas, liboyni ham havo teshiklarini bekitib qo'ymaslik. Bu tarafdan so'rsa, bu tarafdan chiqarib motor o'zini sovutadi. Shuning uchun ham mana shu teshiklar ochiq holatda ishlatish kerak. Narxi 60 dollar. Endi Sokolning ham narxi 60 dollar. Buni ham. Xo'p, ключ chiqyapti, tozalikka cho'tkasi chiqyapti, zapas ko'miri chiqyapti, mana ko'rib turibsizlar, daftarchasi va moyi chiqyapti. Sokol ham bor. Eng to'pi ходовой varianti, qancha bo'lsa sotilib ketadigan variant. Narxini bor, 60 dollar qilib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar. Maza qilib ishlatadigan variant. O'chirib yoqadigan kulchatori va оборот legirovkasi. Mana bu joylardan tishlarni bemalol legirovka qilib ishlatsa bo'laveradi.
Ay, tishi ham bor, sokol, original tishidan. Xo'p, keyin bu qo'y mashinkalarimizga bonusda hammasiga zapasnoy tishlarini ham o'zimiz qilib beramiz, sotuvda bor. Zapas tishlari kerak bo'lsa ham bemalol aloqa chiqarasizlar. Sotuvda bor. Narxlarni chiroyli qilib beramiz. Endi mana bu yerda bor. 1000 ta, 2000 talab qo'y bor akalarga tavsiya qiladigan. Qo'y mashinkasi vahshiysi bor. Ko'rib turibsizlar mana bu yerda. Naborim bitta tanishtirib o'taman. Atyorkasi bor ekan, cho'tkasi, kuluchi bor mana. Обычный kuluchi ham bor. 16, moyi, litoli ham bor kamiga bor. O'zini daftarchasi mana ko'rib turibsizlar. Bu blok pitaniyali bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana blok pitaniyasi. Xo'p, 1800 vatli. Eng vahshiysi mana shu bo'ladi. 1800 vatli. O'zi ham bor, qo'lga vahshiy quchoqlab oladi deydi. Polnosda korpus temirdan ishlangan. Qo'y mashinkamiz o'ta ham baquvvat. Zo'radan so'raganlarga. Rossiyskiy brend, sborkasi Xitoy. Bitta e'tibor beramiz, Jianzi. Rossiyskiy brend, sborkasi Xitoy bo'ladi. Maza qilib ishlatadigan blok pitaniyali variant. Motori kelsa, motori bor, 5 shotchni. Ertalabdan kechgacha bemalol tindirmasdan ishlataverasizlar. 5 shotchni motor, uncha-munchaga qizib ham ketmaydi. Xo'p, buni ishlatishda mana bu joyga ishlatishdan oldin 5-10 tomchi har 5 minutda yog' tomizib turiladi avtoldan, universal avtoldan. Xo'p, mana bu joyi tishni legrovka qilinadi. Mana bu joylarga bor, mana bu letoldan tiqib yuboriladi. Xuddi shu siqma letoldan tiqib yuboriladi. Mana bu joydan letollaydigan joyi bo'ladi. Shuni rezinasini chiqaramizda, letoldan siqib yuboriladi. Ko'rib turibsizlar, yog'lab, bog'lab ishlatilsa 5-10 yil bemalol xizmatlarni qiladigan qo'y mashinkalari. Xo'p, video davomida bularni ishlashlarigacha cho'tka qilib videolarni qo'yib beramiz. Xo'p, narxlarni bitta-bitta eslatib o'taman. Blok pitaniyali rossiyskiy brend. Narxi $150 qilib beramiz. Narxini aytmayapman, $150. Mana bu Sokol bilan Satura $60dan. Mana Makitani ham $60 qilib qo'ydik. Mana bu Makita bo'lsa $50. Endi mana bu eng kichkina toy $43dan. Bemalol 50 ta qo'y bor akalarni olib ishlatsa bo'laveradi. Ozgina zo'rdan olaman desanglar, mana bular tavsiya qilib ko'rib turibsizlar. Narxlar shikalat bo'lsa haqiqatan ham bitta like bosib kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Keyin bizning Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga bonusda hammasini rasmlari bilan, ishlashlari bilan, videolari bilan, narxlari bilan joylab qo'yamiz. Telegram kanaliga o'tib, bemalol tanishib, adminlarga zakaz berishlari mumkin. Telegram kanal silkasi bo'lsa kommentariyaga borib qadab qo'yamiz. Shuni kommentga o'tasizlar, ko'k silkaga bosib Telegram kanaliga o'tib ketaverasizlar. Telegram kanaliga ulanishda yana bitta oson yo'li bor. Bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p, Telegramga kiramiz va qidiruvga EPA buvayda deb yozamiz. Orasini ochmasdan yozamiz, mana ko'rib turibsizlar. Orasini ochmasdan yozyapman. EPA buvayda. Mana kanalimiz kelib chiqyapti o'zi. 8400 ta obunachisi bor ekan. Bonusda mana qo'y mashinkani tishini chaqlaydigan apparatlargacha bor. Narxi $120. Adminlar telefon raqamlari bemalol aloqaga chiqib yoki bo'lmasa lichkasiga ham yozaverasizlar mana. Qo'y mashinkani tishlarini so'raysizlar. Hamma narsani narxlari bilan, rasmlari bilan joylab tashlaganmiz. Bemalol o'tib, bundan boshqa narsa kerak bo'lmasa, svarka apparatini bir 2000 xildan ortiq assortimentimiz bor. Telegram kanaliga o'tib bemalol tanishib, kimga nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Shuga bitta like bosib kanalga podpiska qo'yib aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli dastavka beramiz. Dastavkalarimiz kelishilgan holda. Voy, bunisini ishlashi bor. O'ta moshni ekan. Xo'p, bu blok pitaniyali yana bitta plus tomoni bor. Mana mashinkani tish his qolam yoki ichidan u bu joyi chiqib ketadimi? Shunaqa vaziyatlarda mana blok pitaniyali o'zi avtomatik bloklaydi, uzadi. Motorga to'k kelmaydi. Ko'rib turibsizlar, ishlash juda ham zo'r. Original qo'y mashinka garantiyalar beriladi. Keyin biz Telegram, keyin biz YouTube kanalimiz ham bor. YouTube kanalimizga mana ko'rib turibsizlar, mana shu EPA bo'yida YouTube'ga shunday yozasizlar, mana shu EPA bo'yida YouTube kanalimiz kelib chiqadi. Bonusda hamma narsalarni, videolar, narxlari bilan joylab tashlaganmiz. Bemalol YouTube kanalimizga podpiska qilib qo'yasizlar. Shuga aloqaga chiqarasizlar.